Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi darvozamiz Rishtonga o'rnatildi. High-tech darvoza usulda 4 metrga 4 metr joyga tushadi. Tepada navislar bilan bitirib berdik. Leksarli holatda. Lazerligi mana ichkarilardan o'tib ko'rsatib beramiz tabii. Mana holatlari. Mokroy rangda o'rnatilib ketishdi. Ta'zirlari ortiga turdan. Lazer profillari mana ortiga turdan. Eng full variantdagi holatda tutgan navislarimiz. Razmerlari eniga 5 metr, uzunasiga 14 metr oladi. Jami 42 millionga navis o'zi tushgan. Darvozaning o'zi 15 million 800 mingga tushgan holati.